Kayfiyatim bek yaxshi bola. Suv ichamsan? Ha? Suv ichamsan? İçimen dada. Hey, man qara. Mana. Hey, astra. Hey, bo'ldi. Hey, qarg'in seni. Maykani men qilib etdi. Ben sizlarni eng oxirgi qaytim ko'rib olish uchun keldim. Nima? Eng oxirgi qaytim? Menga eng oxirgi qaytim fursat bering. Sizlarni uzunroq ko'rib olay. Chunki men 2 haftadan keyin sizlarni hargiz ko'rolmayman. Men jigar rakining eng oxirgi bosqichiga berib qoptiman. Doktor meni eng uzun bo'lgandimi 2 hafta yashay olaysiz deydi. Mening eng cho'ng arzuyim sizning kechirimingizga erishish Ali. Chunki men ayni vaqtda pul mol dunyoning keyniga kirib sizni tashlab ketib ekanman. Zulqarni kichigidilda sizga tashlab qo'yganligimdan bek pushaymon qildim. O'ylab baxsam, men rostida bir odam emas ekanman. Meni kechirib eting ma'qulmi? Bu mening hayotlikdagi eng oxirgi orzuyim. Sizdan o'tinay. Qizchaq, burun sizga bo'lgan sevgim o'tmishdi qolgan. Bu sizga noma'lum emas. Hozir bu ko'z yoshlaringiz bilan menga yana o'yin qo'yib beraman dema. Biz allburun ajrashib ketgan. Bala kichik vaqtida siz meni tashlab ketgan. Bu sizning esingizdan chiqib ketmadi-ku deyman. Ayni chaqda ketgan vaqtingizda, shu mol dunyoning keyni kirib manga chiqingizda, shu soltek bilan ketgan chig'ingizda, ajab buni o'ylamabdi ekansiz. Endi bildingizmi? Bir odam qilgan yaxshilik va yomonlik mangu javobsiz qolmaydi. Sizga nihoyat obdan bo'pti. Bakli obdan bo'pti. Ko'nglingizda o'zingizdan kasal bo'lib qolganligini aytib, 2 haftadan keyin o'lib ketadiganligingizni desangiz, meni kechiruvdamikin deymidingiz? Yo'q. Bala, kichik vaqtida siz hech nima o'ylamasdan tashlab ketgan. Shu mol dunyoning keyniga kirib ketgan. Endi bu gaplaringiz hargiz kar qilmaydi. Sana deb qo'yay. Endi bizni bunday ilmiy kiram bilan aldayman deguchi bo'lma. Biz ajrashib bo'lgan. Endi izlashmaylik. Ham o'limingni ko'ygim yo'q. Ali. Sizdan o'tinib qolay, meni kechirib eting ma'qulmi? Bu mening hayotlikdagi eng oxirgi orzuyim. Sizdan o'tinib qolay. Abdusalom, menga deb bersangiz. Sodiq kim menga jigarni iyon qildi? Yenge, men bu gapni sizga demay degan edim. Desam, sizni qabul qilolmay qolarmikin deb ansirgan edim. Bu xatni ko'rsangiz, amin tushuna olasiz. Men qaytay. Meni kechirgan Gulmira. Seni yolg'iz qo'ydi. Gerçi sen pul mol dunyoni deb meni tashlab ketganing bilan men seni ta hozirim yaxshi ko'raman. Sababini bilamsan. Chunki biz tunji qidim yurganda va to'y qilganda sen uchun jinimni bera olayman deb va'dalashgan edim. Seni mangu yaxshi ko'raman deb va'dalashgan edim. Ammo men ixtiyorsiz keldim. Men pul topolmadim. Sening orzu qilgan turmushingni men beramadim. Shunga boshqalarning qishig'i ketgan bo'lishing ham mumkin. Ammo balon tashlab ketganing xato bo'ldi. Lekin men seni yana yaxshi ko'raman. Sen hargizim yolg'iz emas. Chunki o'g'limiz sana amri. Balamiz san qoldi. Seni yaxshi ko'raman. Ali.
agar bir kunlarda meni ko'rolmasang yoki men seni qachonda yo'qolib ketsam opangni izlab boq. Men sana ishonaman, sen nihoyat aqlli cho'ng bo'lding. Cho'qim opangni izlab bora olasan. Cho'ng bo'lgandan keyin opangning holidan yaxshi xabar ol. Ma'qulmi? Ma'qul dada. Cho'qim opangni izlab boq. Ma'qulmi jinim bola? U cho'qim seni tashlab o'tmaydi. Cho'ng bo'lgandan keyin opangni hech kimga bo'lsa qildirma. Tushundingmi? Menga va'da bek. Balaga yaxshi qara.